Dünya özünün adaqı tınıqlarida. Qiyomatning cho'ng kichik alomatlari. Avtori Doktor Muhammad Al-Arifi. Tarjima qilguvchi Sajiya tarjima mahoratini o'stirish sinfi o'quvchilari. Nashr qilguvchi Sajiya Islom tadqiqot markazi. Muharriri Doktor Abdul Aziz Rahmatullah A9. Korrektori Abduvali Abliz Muhammad Barat. Lahiyaligüchi A Axun. Qiyomatning cho'ng alomatlarining davomi. 4, 5 va 6. Üç qatımlıq yer yutishning yuz berishi. Kishilarni aloqazada qilib etadigan va ta'siri cho'ng bo'ladigan üç qatımlıq yer yutishning yuz berishi payg'ambar sallallohu alayhi va sallam xabar bergan qiyomatning cho'ng alomatlaridandir. Yer yutishning ma'nosi. Yer yutish yer yerilib, yer ustidagi narsalarning yer ostiga g'oyib bo'lib ketishi deganlikdir. Hozirga qadar darajasi va ko'lami farqli holda bir qancha turli yer yutish hodisasi yuz berdi. Lekin hadisda ko'rsatilgan yer yutish hodisasining ta'siri cho'ng bo'lib, xavri hamma yerga taraydi. Hadisda kelgan 3 qatimliq yer yutish hodisasi va qiyomatning boshqa alomatlari oxir zamonda yuz beradi. Yer yutish hodisasi haqida kelgan hadislar. Huzayfa ibn Asid radhiyallohu anhu rivoyat qilib deydi-ki, biz qiyomat haqida so'zlashayotdik. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qashimizga chiqib, nima to'g'risida so'zlashyapsizlar deb so'radi. Biz qiyomat haqida so'zlashayotdik degan edik. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam sizlar qiyomatdan burun 10 xil alomatni ko'rmay turib, qiyomat qoyim bo'lmaydi. Ular tutun, dajjal, g'alati maxluq, quyoshning mag'ribdan chiqishi, Maryam o'g'li Isa alayhisalomning tushishi, Yajuj-Majujlarning chiqishi, mashriqda bir qatim, mag'ribda bir qatim va Arab yarim oralida bir qatim yer yutish hodisasining yuz berishi. Eng oxirida Yamandagi Adan tarafdan bir o't chiqib, insonlarni mahshargohga haydishi dedi. Umuman yer yutish haqida kelgan hadislar. Ba'zi hadislarda 3 qatimliq cho'ng yer yutishning biri bo'lgan Arab yarim oralida yuz beradigan yer yutish hodisasining o'rni va sababi bayon qilingan. Ummu Salama radhiyallohu anha rivoyat qilgan hadisda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: bir xalifa vafot bo'lganda musulmonlar orasida xalifalik haqida ixtilof chiqadi. Madina ahlidan bo'lgan Qurayshlik bir odam ixtilofdan qochib Makka ga keldi. Makkadagi bir turkum kishilar uni majburiy Ka'baga olib chiqib, rukni bilan maqomi Ibrohim orasida uningga bay'at qildi. Andan uningga qarshi Shamdan lashkar avatiladi. Ular Makka bilan Madina orasidagi bir daloga kelganda yer yutib ketdi. U xabar kishilarga yetgandan keyin Sham va Iroq ahlidan yaxshi kishilar kelib uningga bay'at qildi. Ba'zi bir gunoh ma'siyatlarga jazo bo'ladigan boshqa yer yutishlar haqida kelgan hadislar. Abu Umama radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: bu ummatdan bir qavm yemak-ichmak va o'yin kulki ichida kechini o'tkazib, tong atqanda cho'shqalarga aylantiriladi. Ba'zi qabilalardagi kishilarni va ularning qo'rov joylarini yer yutadi. Tong atgan chaqda kishilar kecha palonchining o'g'lini va palonchining o'g'lining qo'rov joylarini yer yutib etibdi. Ilgirkilar aroq ichganligi, o'sim olganligi, yipak kiyganligi, naqshchi qiz ayollarning keng tarqalganligi va tuqqandarchilikni o'zgarligi sababidan halok qilinganidek, ularga qattiq bo'ron va toshlar avatilib, ularni butunlay halok qilinibdi deyishadi. Abu Umama radhiyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi va sallam boshqa ishlarni tilga olgan edi. Ularni unutib qoptiman degan. Ibn Umar radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ummatimda yer yutish, shakli o'zgartirish va tosh yog'ish hodisalari bo'ladi degan. Ibn Umar radhiyallohu anhu rivoyat qilgan yana bir hadisda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bir odam akavurlikdan tambilini yerga so'rab ketayotganida uni yer yutib etadi. U qiyomatgacha yer ostiga cho'kaveradi degan. Anas radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: ey Anas, insonlar ko'p shaharlarni qurdi. Uning ichida ismi Basra yoki Busayra deb ataladigan biri bo'ladi. Agar sen o yerdan o'tib qolsang yoki o shaharga kirsang, uning sho'rliqidan, o'tliqidan, bozoridan va amirlarning darvozasidan yiroq turgan. O shaharning atrofida istiqomat qilgan. Chunki o yerda yer yutish, tosh yig'ish va yer tavrash hodisalari yuz berdi. O yerda bir qavm kechqurun inson holatida yotadi, ammo tong atganda maymun va to'ng'iz shaklida qopadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu hadisda kishilarning Basra deyiladigan bir shahar qurdiganligini, o shaharda yer yutish, tosh yig'ish, yer tavrash va shakl o'zgarish hodisalari yuz berdiganligi uchun Anas radhiyallohu anhu o yerga kirganda uning sho'rliq yerlaridan, o'tliqidan kishilar yig'ilib savdo sotib qilishadigan bozorlardan ogohlantirgan va yana uni zolim amaldorlarning darvozalaridan ogohlantirib, uningga Basraning atroflari
bu hadislardan yiroq bo'lganlik uchun Basraning atrofini tavsiya qilgan. Nafi rivoyat qilib deydiki, bir odam Ibn Umar raziyallohu anhumaning yoniga kelib, "Palonchi sana salom aytdi" dedi. U menga uning bid'at paydo qilganligi yetdi. Agar uning bid'at paydo qilganligi rost bo'lsa, mendan uningga salom aytma. Men payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning ummatim ichida yoki bu ummatda shakli o'zgartirish, yer yutish va tosh yog'ish hodislari bo'ladi. Bular qadariyalar ichida yuz berdi deganligini anglagan dedi. Mana bu hadislarda bu ummatda bir qancha turlik yer yutish yuz berdiganligi bayon qilingan. Zaman oxirida yuz beradigan 3 qatimliq cho'ng yer yutish hodisalarining birining o'rni va sababi oldingi hadisda bayon qilingan. Qolgan ikkisimi zaman oxirida yuz berdi. Lekin men u ikkisining o'rni va sababini ko'rsatib beradigan biror hadisni uchratmadim. 7. Osmonni tutun qoplashi. Qiyomatning alomatlari bir qancha turlik bo'lib, ularning ba'zilari zaminga aloqador yer yutish va qurg'oqchilik bo'lsa, ba'zilari ayollarning ko'payib, erlarning aziyib ketganiga o'xshash insonlarga aloqador bo'ladi va yana ba'zilari zinoning tarqalib ketganiga o'xshash axloqqa aloqador bo'lsa, yana ba'zilari tutunga o'xshash osmon va falakka aloqador bo'ladi. Tutundan nima maqsad qilindi? Bu alomat yuz berdimi? Uningdagi hikmat nima? Qiyomatning alomatlaridan bo'lgan bu alomatning dalili Alloh taolaning mono so'zidir. Ey Muhammad, sen osmon hamma odam ochiq ko'radigan tutunni keltiradigan kunda ularga bo'ladigan azobni kutgin. U tutun kishilarni urib oladi. Bu qattiq azobdir. Ular Parvardigorimiz bizdan azobni ko'tarayotgan. Biz haqiqatan iymon keltirguchidirmiz deydi. Azob ko'tarilib ketganda ular qandaqmi ibrat olsin? Halbuki ularga ro'shan payg'ambar keldi. Shundaq turuqliq ular iymon etmadi. Duxon surasi 10-oyatdan 13-oyatlargacha. Oyatda kelgan tutundan nima maqsad qilinganligi haqida olimlarning ikki xil qarashda bo'lganligi. Birinchi, bir qism olimlar bu tutun bo'lsa, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'ziga ovoz qo'shmagan Qurayshga badduo qilganda ularga yetgan qiyinchilik va ajarchilik edi. Ular osmonga qarasa ochliqdan ko'zlari qorong'u bo'lishib, osmon tutunda ko'rinadi deb qaragan. Abdullah ibn Mas'ud raziyallohu anhu va salaf solihlardan bir qism kishilar bu xil ko'z qarashda bo'lgan. Ibn Jarir Tabari bu ko'z qarashni kuchlantirgan. Masruq ibn Ajda rivoyat qilib bundoq degan: Biz Abdullah ibn Mas'ud raziyallohu anhuning yanida o'ldiratdik. Bir odam kelib: "Ey Abu Abdurrahman, bir maddah tutun alomati kelib kofirlarning nafsini siqidi. Mu'minlarni bo'lsa zukamdab qolganda qilib qo'ydi da'vatida." Dedi. U g'azablanigicha rus o'ldirib: "Ey xaloyiq, Allohdan qo'rqinglar. Kimki bilsa, bilimi bilan so'zlasin. Bilmasa, Alloh obdan biladi desin. Bilmaydigan narsani men bilmayman, Alloh obdan biladi deyishmi bilimning qatoridandir. Chunki Alloh taolo payg'ambariga aytqinki, Alloh tarafidan kelgan vahiyni tabliq qilganligimga sizlardan hech haq talab qilmayman. Men Qur'onni iftiro qilguvchilardan, ya'ni yolg'ondan to'qig'uvchilardan emasman" deb aytgan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Qurayshning islomdan bosh tortganligini ko'rib, "Ey Alloh, bularni Yusufning 7 yilga o'xshash 7 yil qahatchilikka mubtalo qilsalar" deb badduo qilgan edi. Ularga qahatchilik yetib, barliq narsalarni quritib o'tdi. Hatto kishilar ochliqdan teri, hayvon o'liklarini yeyishga boshladi. Ularning biri osmonga qarasa, ochliqdan ko'zlari qorong'u bo'lib, osmon istutakda ko'rinadi dedi. Abdullah ibn Mas'ud raziyallohu anhu yana mundoq degan: Qutulg'ul bo'lmaydigan azob, Rimning g'albisi, qattiq tutish, oyning 2 parcha bo'lishi va tutun qatorliq 5 turlik alomat maydoniga kelib bo'ldi. Ikkinchi, ko'p sondagi olimlar bu tutun qiyomatning taq yuz bermagan alomatlaridan bo'lib, qiyomat yaqinlashganda yuz berdi deb qaragan. Ali ibn Abi Talib, Abdullah ibn Abbas va Abu Said al-Khudri raziyallohu anhum qatorliqlar bu xil ko'z qarashda bo'lgan. Hafiz ibn Kasir rahmatullohi alayh bu alomatga dalil keltirganda tilga ilingan hadislarni dalil qilib turib, bu xil ko'z qarashni kuchlantirgan. Yana bir qism olimlar bu vaqtda kelgan rivoyatlarni bir-biriga bog'lab tushunishni tashabbus qilib, u ikkisi ayrim-ayrim tutundir. Biri ko'rinib bo'lgan, yana biri oxir zamonda ko'riladi deb qaragan. Ammo ko'rilib bo'lgan birinchi alomat bo'lsa, u Quraysh ko'rgan tutunga o'xshash narsa bo'lib, bu tutun qiyomatning alomatlari ko'riladigan chog'da bo'ladigan haqiqiy tutun emas. Abdullah ibn Mas'ud raziyallohu anhu mundoq deydi: U ikkisi ikki tutun bo'lib, biri ko'rilib bo'lgan, yana biri osmon zamoniga to'lib ketadi. Mu'min kishi faqat zukamdab qolganda his qiladi, kofirning quloqlaridan teshib o'tib ketadi. Kuchli qarash shuki, haqiqatan bu tutun qiyomatning taq yuz bermagan alomatlarining biri bo'lib, bu hukm Qur'ondan tushunilgan. Haq taolo aytadi: Ey Muhammad, sen osmon hamma odam ochiq ko'radigan tutunni keltiradigan kunda ularga bo'ladigan azobni kutgin.
Duhan suresi 10. ayet. Amma Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning Quraysh aholisi yo'liqqan ahvol haqida tilga olgani faqat qattiq ajarchilik va qiyinchilikdan ularning ko'zlariga ko'ringan bir xiyol edi. Tutun haqida kelgan hadislar. Huzayfa radhiyallohu anhu rivoyat qilib bunday deydi: Biz qiyomat haqida so'zlashyotdik. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qashimizga chiqib, nima to'g'risida so'zlashyapsizlar deb so'radi. Biz qiyomat haqida so'zlashyotdik degan edik. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam sizlar qiyomatdan burun 10 xil alomatni ko'rmay turib, qiyomat qoyim bo'lmaydi deb tutun, dajjal qatorliqlarni tilga oldi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bunday degan: 6 ish yetib kelishdan burun yaxshi amallarga aldiringlar. Ular kunning mag'ribdan chiqishi, tutunning yuz berishi, dajjalning chiqishi, zamindan bir turlik hayvonning chiqishi, har biringlarning o'limi va qiyomatning bo'lishi qatorliqlardir. Abdullah ibn Abi Mulayka rivoyat qilib bunday degan: Bir kuni atiganda men Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhumaning yoniga bordim. U menga: "Men tong atqucha uxlay olmadim" dedi. Men "Nimishqa uxlay olmading?" deb so'rasam, u "Kishilar quyruqliq yulduzlar chiqibdi" degan edi. Amsa tutun so'zilayotgan o'xshaydi deb qo'rqib, tong atqucha uxlay olmadim dedi. Demak, Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhumaning tutundan qo'rqishi tutunning qiyomatning alomatlaridan biri ekanligiga dalildir. 8. Bir turlik hayvonning chiqishi. Oxir zamonda fasodchilikning tarqalishi, cheklangan ishlarning ochiq-oshkora qilinishi va kishilarning shuningga odatlanishi natijasida arg'amchi bilan ovlug'ichi o'q etib, ovlug'ichiga mo'min munofiqqa, balki musulmon kofirga aralashib ketadi. Dal shu chaqda Alloh taolo bir turlik hayvonni chiqaradi. Bu hayvon qanday hayvon? Qachon, qayerdan chiqadi? Uning vazifasi nima? Bu hayvon haqida kelgan oyatlar. Haq taolo aytadi: Ular, ya'ni kuffarlarga oldin ala aytilgan so'z ishqa oshganda, ya'ni azob va qiyomat yaqinlashganda, ularga zamindan bir turlik hayvonni chiqaramizki, u ularga insonlarning bizning oyatlarimizga ishonmaganligini so'zlaydi. Naml surasi 82-oyat. Alloh taolaning tukallimuhum degan so'zning ma'nosi haqida ba'zi mufassirlar u ularga so'zlaydi degan ma'noda desa, yana ba'zilar u ularni zaxmlantirdi degan ma'noda deb qaragan. Bu hayvonning sifati haqida sahih hadis kelmagan. Mavardi va Sa'labi uning sifati haqida hech bir dalilsizla uning beshi buqining beshiga o'xshash, quliqi pilning quliqiga o'xshash degandek hayron qolarlik gaplarni qilgan. Lekin uning sifatlaridan tuvanliklarni bilalaymiz. Uning bir hayvon ekanligi, uning kishilar bilan paranglashadiganligi, uning zamindan chiqadiganligi. Bu hayvon qayerdan chiqadi? Ba'zilar u Makkadagi Safa tag'idan chiqadi desa, ba'zilar Ka'baning ostidan chiqadi degan. Yana ba'zilar bayovallardan chiqadi degan. Uning qayerdan chiqadiganligi haqida sahih hadislar kelmagan. Shunga biz uning Alloh taolo bayon qilganidek chiqadiganligiga iymon etamiz, lekin qayerdan chiqadiganligini bilmaymiz. Bu hayvon qanday hayvon? Ba'zilar u insonlar bilan munozara qiladigan bir odam degan. Lekin bu qarash asossiz bir qarashdir. Ba'zilar u Salih alayhissalomning tugisi desa, yana ba'zilar Salih alayhissalomning tugisining bolasi degan. Bu hayvon nima ish qiladi? Alloh taolaning ular, ya'ni kuffarlarga oldin ala aytilgan so'z ishqa oshganda, ya'ni azob va qiyomat yaqinlashganda, ularga zamindan bir turlik hayvonni chiqaramizki, u ularga insonlarning bizning oyatlarimizga ishonmaganligini so'zlaydi degan oyatida kelganidek, u hayvon insonlarga ularning, ya'ni insonlarning Allohning oyatlariga ishonmaganligini so'zlaydi. Bu hayvon kishilarning burnini dag'mallaydi. Abu Umama radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bunday degan: Bir turlik hayvon chiqib, bir qism kishilarning burnini dag'mallaydi. Ondan ular, ya'ni dag'mallanganlar oranglarda yashaydi. Hatto bir kishi tugi setib olgan bir kishidan tugini kimdan setib olding deb so'rasa, u burni dag'mallanganlarning biridan setib oldim deb javob beradi. Bu belgi qandoq bo'ladi? U davomlashamdi. Keyingi avlodlardami bu belgi bo'lamdi? Bu hayvon insonlarga belgi qilib, haq batildan va mu'min kofirdan ayrilgandan keyin nima ishlar yuz beradi? Mushu holat kishilar bir-birini ey mu'min yoki ey kofir deb chaqirgan qadar ma'lum vaqt davomlashadi. Alloh taolo qiyomat qoyim bo'lishni iroda qilgan chaqda mayin shamol avatib mu'minlarning ruhlarini qabz qildi. Chunki yaxshi inson qolmagandala qiyomat qoyim bo'ladi. Mu'minlarni eng cho'ng qo'rqinishmi g'am qayg'uga sololmaydi. Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhumadan rivoyat qilindiki, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bunday degan: Dajjal ummatimning ichidan chiqadi va 40 vaqt turadi. Ravi
40 kun dedimi, 40 oy dedimi yoki 40 yil dedimi, bu aniq esimda qolmabdi deydi. Shu chaqda Alloh taolo Isa alayhisalomni avatidi. U Urva ibn Mas'udga o'xshab ketadi. U Dajjalni izlab tepib o'ltirdi. Andan insonlar 7 yil aniq ittifoq yashaydi. Andan Alloh taolo Sham tarafdan so'g'uq shamol avatidi. Yer yuzida qalbida zarra chaqliq yaxshilik yoki iymoni bo'lgan hech qanday bir kishi qolmay, hammasi o'ladi. Hattoki sizlardan bir kishi tog'dagi g'arga kirib olsa-mu, shamol u yerga kirib, uni qabz ruh qiladi. Bu chaqda yomon ishqa chopadigan yirtqich hayvonlardek vahshiy insonlar qoladi. Ular na yaxshilikqa buyurmaydi, na yomonlikdan to'smaydi. Andan shayton ularga ko'rinib, "Menga itoat qilmamsizlar" deydi. Ular bizni nimaga buyuraysan deyishi bilanla shayton ularni butqa ibodat qilishga buyuradi. U mezgillarda ularning rizqlari mo'l, hayoti rohat farog'atda bo'ladi. Andan sur chalindi. Uning ovozini anglagan hamon hamma uniga quloq soladi. Tugisini ko'l bo'yiga sug'urishga ilib borgan kishi sur ovozini tunji bo'lib anglaydi va darhol o'ladi. Andan boshqa insonlarmi o'ladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan yana bir rivoyatda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bunday degan: Alloh taolo Yaman tarafdan yipakdanmi illiq bir shamolni avatadi. U qalbida donchilik yoki zarrachilik iymoni bo'lgan hech qanday bir kishini qo'ymay qabz qiladi. Bu shamoldan keyin kishilarning yomonlarlik qoladi. Shu chaqda qiyomat qoyim bo'ladi. 9. Quyoshning mag'ribdan chiqishi. Osmon jismlarining harakat nizomining to'yuqsiz o'zgarishi qiyomatning cho'ng kichik hamma kishi ko'radigan alomatlarning biridir. Kishilar bir kuni atiganda quyoshning Alloh taolo yaratgandan tartib chiqayotgan holatidagidek sharqdan chiqishni kutadi. Shu vaqtda quyosh to'yuqsiz mag'ribdan chiqadi. Quyosh mag'ribdan chiqqan chaqda tavba ishga etiladi. Quyoshning mag'ribdan chiqishi haqida kelgan oyatlar. Haq taolo aytadi: Ular faqat o'lim farishtalarining yoki Parvardigorining quyoshning mag'ribdan chiqishidan iborat ba'zi alomatlarning kelishini kutadi. Parvardigorining ba'zi alomatlari kelgan kunda ilgari iymon etmaganlarning yoki iymon etib yaxshi ish qilmaganlarning aytgan iymoni foydasiz bo'ladi. Sizlar o'zinglarga keladigan ishlarni kutinglar. Bizmi albatta kutamiz degan. An'am surasi 158-oyat. Quyoshning mag'ribdan chiqishi haqida kelgan hadislar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bunday degan: 3 narsa bor bo'lib, ular o'ttirga chiqsalar, ilgari iymon etmaganlarning iymoni foydasiz bo'ladi. Ular Dajjalning chiqishi, zamindan bir xil hayvonning chiqishi va quyoshning mag'ribdan chiqishidir. Tavba ishkining etilishidagi hikmat bo'lsa, iymon degan ko'pincha ahvollarda g'aybga iymon keltirishga asosan vujudga keladi. Quyosh mag'ribdan chiqqan vaqtda aytilgan iymon g'aybga iymon etish bo'lmasdan, balki ko'z bilan ko'rib oshkora bo'lgan chaqda aytilgan iymon bo'lib qoladi. Bu xuddi Fir'avnning g'arq bo'lay deganda aytgan iymoniga o'xshaydi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bunday degan: Quyosh mag'ribdan chiqmaguncha qiyomat qoyim bo'lmaydi. Quyosh mag'ribdan chiqqanda iymon etmagan kishi qolmaydi. O chaqda ilgari iymon etmaganlarning yoki iymon etib yaxshi ish qilmaganlarning aytgan iymoni foydasiz bo'ladi. Ikki kishi savdolashish uchun raxtlarini yeyib, taqa savdolasholmay, hatto raxtlarini qatlashga ulgurmay turib, qiyomat qoyim bo'ladi. Tugisining sutini saqqan kishi sutini ichishga ulgurmasdan qiyomat qoyim bo'ladi. Kishi ko'lni rimliq qilib, uningdan foydalanishga ulgurmay turib qiyomat qoyim bo'ladi. Bir kishi loqmasini og'ziga elib, yutishga ulgurmay turib qiyomat qoyim bo'ladi. Abu Zar radhiyallohu anhu rivoyat qilib bunday deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam quyoshning qayerga ketadiganligini bilamsizlar dedi. Sahobalar Alloh va Allohning elchisi obdan biladi deyishdi. Rasululloh: Quyosh manga arishning ostidagi o'rniga yetib berib, Allohga sajda qiladi. Uningga ko'tarilgan, kelgan joyingdan qaytgan deyilganga qadar shundoq bo'ladi. Quyosh yana atiganda chiqadigan joyidan chiqadi. Manga arishning ostidagi o'rniga yetib berib, Allohga sajda qiladi. Uningga ko'tarilgan, kelgan joyingdan qaytgan deyilganga qadar shundoq bo'ladi. Quyosh yana atiganda chiqadigan joyidan chiqib, manga patadi. Kishilar uningdan hech narsani inkor qilmaydi. Quyosh arishning ostidagi o'rniga borgan vaqtda uningga ko'tarilgan, kelgan joyingdan chiqqan deyiladi. Tong atqanda quyosh patgan joyidan, ya'ni mag'ribdan chiqadi. Ashuning qachon bo'lganligini bilamsizlar? U ilgari iymon etmaganlarning yoki iymon etib yaxshi ish qilmaganlarning aytgan iymoni foydasiz bo'ladigan chaqda bo'ladi. Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bunday degan: Quyoshning patgan yerdan chiqishi va chashgoh vaqtida zamindan bir turli hayvonning chiqishi qiyomatning dastlabki alomatlaridan bo'lib, bularning qaysi biri yana biridan burun chiqsa, keyingisi uning orqasidan chiqadi.
Ba'zilar boshqa hadislarda Dajjal yoki Mahdiyning chiqishi qiyomatning dastlabki alomatlaridan deb bayon qilingan tursa, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qandoqsiga bu hadisda quyoshning patgan yeridan mag'ribdan chiqishi va bir turlik hayvonning maydoniga kelishini qiyomatning dastlabki alomatlari bo'ladi deb xabar berdi deyishi mumkin. Bularni zada qandoq moslashtiramiz? Imom Ibn Hajar bu vaqtda mundoq degan: bu vaqtda kelgan umumiy xabarlardan shuni kuchlantirishga bo'ladiki, Dajjalning chiqishi zamin yuzidagi ko'pincha ahvollarning o'zgarishini bildiradigan cho'ng alomatlarning dastlabki bo'lib, bular Isa alayhissalomning vafot bo'lishi bilan oyoqlashadi. Quyoshning patgan yeridan chiqishi ustunki olamning ahvollarining o'zgarishini bildiradigan cho'ng alomatlarning dastlabkisi bo'lib, bular qiyomat qoyim bo'lish bilan oyoqlashadi. Bir turlik hayvonning chiqishi balkim quyosh patgan yeridan chiqadigan kunda bo'lishi mumkin. Muslim Abdullah ibn Amr raziyallohu anhumadan rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam quyoshning patgan yeridan chiqishi va chashka vaqtida zamindan bir turlik hayvonning chiqishi qiyomatning dastlabki alomatlaridan bo'lib, bularning qaysi biri yana biridan burun chiqsa, keyingisi uning orqasidan chiqadi degan. Yaxshi amallarni qilishga aldirash kerak. Abu Hurayra raziyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: 6 ish yetib kelishdan burun yaxshi amallarga aldiranglar. Ular kunning mag'ribdan chiqishi, tutunning yuz berishi, dajjalning chiqishi, zamindan bir turlik hayvonning chiqishi, har biringlarning o'limi va qiyomatning bo'lishi qatorliqlar. 10. Kishilarni mahshargohga haydaydigan bir o'tning chiqishi. Qiyomat alomatlarining eng oxirgisi va xotimasi bo'lsa, Yamandan bir o'tning chiqib, kishilarni mahshargohga haydab, mahshargohga to'plashi. Mahshargoh zamini tuz, oq zamin bo'lib, uning kishilarga ayon bo'ladigan hech qanday alomati yo'q. Bu o'tning shakli qandoq? Qandoq chiqadi? Qayerdan chiqadi? Uningdan keyin nima ishlar bo'ladi? Bu o't haqida kelgan hadislar. Huzayfa ibn Asid raziyallohu anhu rivoyat qilib mundoq degan: biz qiyomat haqida so'zlashyotgandik, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qashimizga chiqib, nima to'g'risida so'zlashyapsizlar deb so'radi. Biz qiyomat haqida so'zlashyotgandik degan edik. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: sizlar qiyomatdan burun 10 xil alomatni ko'rmay turib, qiyomat qoyim bo'lmaydi. Ular tutun, dajjal, g'alati maxluq, quyoshning mag'ribdan chiqishi, Maryam o'g'li Isa alayhissalomning tushishi, Yajuj Majujlarning chiqishi, mashriqda bir qatim, mag'ribda bir qatim va Arab yerim orlida bir qatim yer yutish hodisasining yuz berishi, eng oxirida Yamandagi Adan tarafdan bir o't chiqib, insonlarni mahshargohga haydashi dedi. Yana bir rivoyatda Adan zaminining ostidan bir o't chiqib, insonlarni haydashi deb kelgan. Abdullah ibn Umar raziyallohu anhuma rivoyat qilib bundoq degan: payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qiyomatdan ilgari Hazaramaut dengizidan yoki Hazaramautdan bir o't chiqib, barliq insonlarni bir yerga yig'idi dedi. Sahobalar u chaqda biz nima ish qilishimiz kerak deb so'rgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Shamga ketinglar dedi. Anas raziyallohu anhu rivoyat qilib deydi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning Madinaga yetib kelganligidan xabar topgan Abdullah ibn Salam payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning huzuriga kelib, "Men sizdan payg'ambardan boshqa kishi bilmaydigan 3 masala to'g'risida so'ramoqchi. Qiyomatning dastlabki alomati qaysi? Jannat ahli dastlabda yeydigan taom qaysi? Nima sababdan bola otasiga o'xshaydi va ba'zida ona taraf tog'illarga o'xshab qoladi?" deb so'radi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam "Texi bayla Jibril bu savollarning javobini aytib bergan edi" dedi. Abdullah ibn Salam: "U, ya'ni Jibril Yahudilar dushman ko'radigan farishtadir" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Qiyomatning eng dastlabki alomati bo'lsa, bir o'tning paydo bo'lib, butun insonlarni sharqdan g'arbga haydashidir. Jannat ahli dastlab yeydigan taom baliq jigiridir. Balaning kimga o'xshashiga kelsak, er kishi ayol kishi bilan birga bo'lganda, erning ma'nosi ayolnikidan g'olib kelsa erga, ayolning g'olib kelsa ayolga o'xshaydi" dedi. Abdullah ibn Salam buni anglab, "Guvohlik beramanki, sizlar Allohning elchisidirlar" dedi. Abdullah ibn Amr raziyallohu anhuma rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: quyoshning patgan yeridan chiqishi va chashgoh vaqtida zamindan bir turlik hayvonning chiqishi qiyomatning dastlabki alomatlaridan bo'lib, bularning qaysi biri yana biridan burun chiqsa, keyingisi uning orqasidan chiqadi. Bu hadis bilan qiyomatning alomatlari haqida kelgan boshqa hadislarni qandoq moslashtiramiz? Bu hadisda qiyomatning yaqinlab qolganligining alomatlari emas, balki qiyomat qoyim bo'lishining alomatlari maqsad qilingan. Bu qarashimizni Sahihul Buxoriyda kelgan yana bir hadis kuchlantiradi. Izohat: kishilarni haydaydigan bu o't Hijaz zamanidan chiqib, Busradagi tugularning bo'ynini yuritadigan o't emas. Hijaz zamanidan chiqadigan o't Hijriya 7-asrda yuz berib bo'lgan bo'lib, u qiyomatning kichik alomatlaridan biridir.
bu o'tning kishilarni qandoq to'playdiganligi. Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bundoq degan: insonlar qiyomat kuni 3 firqa qilinib to'plandi. Arzu qilg'uvchilar va qo'rquvchilar holatida, yana 2 odam bir tugini, 3 odam bir tugini, 4 odam bir tugini va 10 odam bir tugini navbatlash minguchi to'planadi. Ularning qolganlarini o't to'playdi. O't ular tushlik aram olgan joyda ular bilan billa aram elib, kechasi qo'ngan joyda ular bilan billa qo'nib, tong atqizgan joyda ular bilan billa tong atqizib, kech qilgan joyda ular bilan billa kech qilib, ularni haydab mangadi. Buning ma'nosi, bu o'tdan maqsad kishilarni ko'ydirish emas, balki ularni Shamdagi mahshargohga haydashdir. Shunga kishilar mengib, charchab, tushlik uyqu uchun to'xtaganda o'tmi to'xtaydi. Tushlik uyqudan uyg'onganda o't ularni haydaydi. Shuningdek, ular kechida yatsa, o't yana to'xtaydi. Tong etib manganda o't ularni yana haydaydi. Oxiri o't ularni Shamga olib boradi. Abu Zar raziyallohu anhu rivoyat qilib bundoq degan: payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qiyomat kuni insonlar 3 to'p bo'lib hashr qilindi. Bir to'pi qo'rsoqlari to'ygan, kiyim kiygan, uloq mingan holatida bo'ladi. Yana bir to'pi piyoda yugurib mangadi. Yana bir to'pi bo'lsa, farishtalar ularni yuzichi so'rab mangadi dedi. Sahobalardan biraylan biz 2 to'pni bildik, ammo piyoda yugurib mangadiganlar nemishqa undaq bo'ladi deb so'ragan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Allah minadigan narsalarga ofat tushirdi. Hatto birimi minadigan narsa qolmaydi. Bir odamning ajoyib hayron qolarlik bir bog'chisi bo'lsa, shu bog'chisini qari, ojiz, egri kichik bo'lgan bir tugini sotib olish uchun beribmi, shu tugini sotib olmaydi dedi. Xotima. Oldi bilan o'sha bu kitobni tamomlashga muvaffaq qilgan Allohga hamd sanolar aytaman. Allohdan bu kitobni manfaatli qilib berishni, niyatlarimizni o'z roziligi uchun xolis qilib berishini so'rayman. Kamina kitobxonlarning ahamiyatli va qimmatli bir nafga erishishini ko'zlab, qiyomatning alomatlarini o'zgacha va jalb qilarlik usulda bayon qilishga xali kuchidim. Men mazkur amgakim orqali orzuyimga yetgan, ko'zlaganlarimni amalga oshirgan bo'lishimni umid qilaman. Mubodo kitobni o'qigan har bir o'qirman qalam tulpirini ishqa silib, o'zining qimmatli fikr mulohazalarini hech bo'lmaganda asariga qarata bergan baholarini bo'lsa-mu, elxat va yoki telefon uchuri orqali kaminaga yo'llasa, menmo g'oyibona duolarim orqali minnatdorligimni bildirsam, naqadar esil ish bo'lgan bo'lar edi, ha. Alloh har birimizga muvaffaqiyat ato qilsin. Amin. Hurmat bilan Podshoh Saud universiteti aqida va hozirgi zamon din iqimlar fanlari professori, Islom tashviqot ministrligi oliy kengashining a'zosi doktor Muhammad ibn Abdurrahman al-Arifi, Sajiya Islom tadqiqot markazi.